lekin aslida erimizni Allohga to'xtovsiz maqtasak, hayotda olish berish qonunlari bor. Ya'ni bizga Alloh tomonidan beriladi. Biz uni qaytarib beramiz. Ya'ni olish berish qonunida biz erkakdan nima olganmiz? Erkakdan qovurg'a olganmiz. Erkakni qovurg'asidan yaralganmiz. Erkak kishiga ayol kishi nima beradi? Ayol kishi erkak kishiga miyasini to'rtdan bir qismini zikr bilan to'ldirib beradi. Ayol kishi Allohga bog'liqligi bor. Misol uchun sevgi, mehrda, muhabbatda yaralgan ayol erkak kishi uchun mana shu mehrni, sevgini Allohdan so'rab beruvchi qilib yaratilgan. Ya'ni biz ko'p narsalarni erimiz uchun Allohdan so'rab beramiz. Deylik nimani? To'rtdan bir qismi miyamizni faqatgina erimizni Allohga maqtash. Mana shu maqtovlar orqali erimizga baraka olib keladi. Miyamizni to'rtdan bir qismi erkagimizga tegishli. Ko'p narsalarni o'ylab yuramiz, ko'p narsalarni xayol qilib yuramiz, lekin erimiz to'g'risida misol xiyonat qilyapti, bir nimalar deb o'ylaymiz. Lekin aslida erimizni Allohga to'xtovsiz maqtasak, voy meni erim rosa ham yaxshi, Allohim menga shunaqa er berganingga shukr, rahmat deb Allohga maqtab, mana shunaqa ishlar qilyapti, unga baraka ber, to'xtovsiz mana shu gaplarni gapirib turishimiz, ya'ni qayerda yursangiz, o'tirsangiz, miyangizni bir chekkasi eringizni zikr qilishdan to'xtamasa, eringizga juda ham katta baraka keladi. Bu juda ham ko'p sinalgan, misol ustozlarda ham sinalgan, o'zimda ham shaxsiy hayotimda ko'p sinalgan, baraka olib keladi. Juda ham tezlik bilan barakasi ko'payib ketadi.